هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Al-An'am tefsiri 27. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende diqtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Maide En'am suresinin 27. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Eğer ulanı devzeh üstüde to'xtatilgan chaqda ko'rsang, dehşetlik bir halini ko'retding. Ula kaşki dunyoga qaytarilsak edik, Rabbimizning oyatlarini inkar qilmaydik ve mu'minlardan bo'ladik deydi. Undaq emas. Ularning ilgari yoshirgan ishlari qabih qilmishlari tufaylidan shundaq arzu qilishidi. Ularga oshkor bo'ldi. Ular dunyoga qaytarilgan taqdirdami man'i qilingan ishlarni albatta yana qiladi. Shubhisizki ular iymon etdik degan va'dasida yolg'onchilardir. Ular hayotlik faqat mushu dunyodagi hayotimizdir. O'lgandan keyin terildirilmaymiz deydi. Eğer ularni Rabbining oldida to'xtatilgan chaqda ko'rsang, g'oyat cho'ng ishni ko'rsan. Allah ularga bu o'lgandan keyin terilish rost emasmikan deydi. Ular Rabbimiz bilan qasamki rost ekan deydi. Allah kafir bo'lganliklaringiz uchun azobni tetinglar deydi. Azobni ko'rganda quruq arzularning foydasi bo'lmaydiganlik to'g'risida. Alloh taolo kafirlarning qiyomat kuni do'zaxning ustida to'xtatib qo'yilib, do'zaxdagi ko'zi kishanlarni va do'zaxning ichidagi qattiq azoblarni ko'rgan chig'idagi holatidan xabar berdi. Hem ularning shu holatda mundaq deydiganligini bayon qildi. Ular kaşki dunyoga qaytarilsak edik, Rabbimizning oyatlarini inkor qilmaydik ve mu'minlardan bo'ladik deydi. Ya'ni ular yaxshi amallarni qilish, Rabbining oyatlarini inkor qilmaslik ve mu'minlardan bo'lish uchun dunyoga qaytarilishni orzu qiladi. Undaq emas. Ularning ilgari yoshirgan ishlari qabih qilmishlari tufaylidan shundoq orzu qilishidi. Ularga oshkor bo'ldi. Ya'ni ular gerçi dunyoda yoki oxiratda tenib olgan bo'lsa-mu, bu vaqtda ular ko'ngillarida yoshirib kelgan kufrlik, inkor qilganlik va tarsoliklar oshkor bo'ldi. Allah Teala ularning o'zlaridagi kufrlikdan tenib olganligi haqida mundaq deydi. Ondan ular faqat o'zri etib, dunyodagi chaqlardagiga o'xshash yolg'onga iltijo qilib, Rabbimiz Allah bilan qasam qilamizki, biz mushrik bo'lmagan edik deydi. Ularning biz mushrik bo'lmagan deb o'zlariga qarshi qandoq yolg'on so'zlaganligiga qarag'in. Ularning Allohning sheriklari deb bo'hton choplagan butlari ulardan qochadi. Yuqoridagi oyatning ma'nosining ular gerçi o'zlariga ergashganlarga aksini bildirgan bo'lsa-mu, amaliyotda ko'ngillarida payg'ambarlar bu dunyoda ilib kelgan dinning rostligini e'tirof qilganligi bugun oshkorlandi.
deganlikning ehtimoli bor. Allah Teala kafirlarning haqiqatni bilsa-mu, uni oshkorlamaydiganligi to'g'risida Musa alayhissalomning Fir'avnga degan so'zini dalil keltirib mundaq deydi. Musa: "Ey Fir'avn, bular ya'ni 9 mo'jizani faqat osmonlarning va zaminning Robbi mening rostligimni isbotlaydigan dalil qilib nozil qilganligini sen garchi tilingda iqror qilmasangmi, dilingda albatta obdan bilasan. Undaq emas. Ularning ilgari yo'shirgan ishlari, qabih qilmishlari tufaylidan shundaq orzu qilishidi, ularga oshkor bo'ldi. Ya'ni ular dunyoga qaytishni, iymon etishni orzu qilganligi va iymonni yaxshi ko'rganligi uchun talab qilmaydi. Balki ularning kufrlik qilganligiga jazo berish yuzasidan berilgan azobni o'z ko'zi ko'rgandan keyin shu azobdan qutulib qilish uchun dunyoga qaytishni talab qiladi. Ular iymon etadiq degan va'dasida yolg'onchilardir. Ya'ni ular o'zlarining iymon etishni orzu qilganligi va uni yaxshi ko'rganligi yuzasidan dunyoga qaytishni talab qilishida yolg'onchilardir. Ular dunyoga qaytarilgan taqdirdami, ma'ni qilingan ishlarni albatta yana qiladi. Ya'ni kufrlikni va qarshilik ko'rsatishni yana qiladi. Ularning Kaşki dunyoga qaytarilsak edik, Rabbimizning oyatlarini inkor qilmaydik va mu'minlardan bo'ladik degan so'zlarida shubhisizki ular iymon etadiq degan va'dasida yolg'onchilardir. Agar ular dunyoga qaytarilsa-mu, cheklangan ishlarni yana qilib, hayotlik faqat mushu dunyodagi hayotimizdir. Ya'ni hayotlik faqat mushu dunyodagi hayotlikdir. Biz bu hayot tugisa qayta terilish yo'q degan bo'ladi. Shunga Alloh taolo ularning o'lgandan keyin terildirilmaymiz deganligini bayon qildi. Shunga Alloh taolo ularning o'lgandan keyin terildirilmaymiz deganligini bayon qildi. Agar ularni Rabbining oldida to'xtatilgan chaqda ko'rsang, g'oyat cho'ng ishni ko'rsan. Alloh ularga bu o'lgandan keyin terilish rost emasmikan deydi. Ya'ni bu terilishning rostligini ko'rdingmi? Bu sizlar gumon qilgandek quruq gap emasmikan? Ular Rabbimiz bilan qasamki rostkan deydi. Alloh kafir bo'lganliginglar uchun azobni tetinglar deydi. Ya'ni uni inkor qilganliginglar uchun bugun azobni tetinglar. Ularga ko'zlaringlar bilan ko'rib turayotgan bu azob sehrmi yoki sizlar ko'rmayotgansizlar deyiladi. Allohga muloqot bo'lishni, ya'ni qayta terilishni inkor qilganlar haqiqatan ziyon tortdi. Qiyomat tuyuqsiz kelgan chaqda ular o dunyodagi beparvoligimizdan nadomat deydi. Gunohlarini ustilariga yuklab oladi. Ularning gunohlarini yukligini nima degan yomon? Dünya tirikçiliki faqat o'yin, g'aflatdan iborat. Taqvodorlik qiladiganlar uchun albatta u dunyo yaxshidir. Buni tushunmamsizlar? Alloh taolo bu oyatlarda qiyomat kuni terilib o'ziga uchrashadiganligini inkor qilgan kishilarni ziyon tortganligidan ularga qiyomat tuyuqsiz kelganda ularning hammadan quruq qoldiganligidan, yaxshi amal ibodatlarni qilolmaganligiga va yomon ishlarni qilganligiga pushaymon qildiganligidan xabar berdi.
Qiyomat tuyuqsiz kelgan chaqda ular u dunyodagi beparvoligimizdan nadomat deydi. Gunohlarini ustilariga yuklab oladi. Ularning gunohlarini yukligini nima degan yomon. Bu yerda Asbat Suddining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Yomon ishlarni qilib o'ziga uvol qilgan kishi qabrisiga qo'yiladigan chaqda uning qishig'a chiroy nihoyat set, rangi qora, teni nihoyat siz puraydigan va ustidagi kiyimi meynat bir kishi kelib uning bilan birga uning qabrisiga kirdi. O'lguchi bu kishini ko'rganda uningga "Sening chiroying nima degan sat?" deydi. U kishi "Sening amalingmi shundoq sat edi?" deydi. O'lguchi "Sening tening nima degan sesiq?" deydi. U kishi "Sening amalingmi shundoq sesiq edi?" deydi. O'lguchi "Kiyimlaring nima degan meynat?" deydi. U kishi "Sening amalingmi shundoq meynat edi?" deydi. O'lguchi "Sen kim?" deydi. U kishi "Men sening qilgan amaling" deydi. Shuning bilan u kishi o'lguchi bilan birga qabrda qoladi. O'lguchi qiyomat kuni qayta tirildirilgan vaqtda u kishi o'lguchiga "Dunyoda men seni harom yo'llardan huzurlanishing uchun ko'tiratdim. Bugün sen meni kötürgen" deb o'lguchining yelkisiga minidi va uni do'zaxga haydab elib bordi. Allah saqlasin. Mana bu Alloh taolaning gunohlarini ustilariga yuklab oladi degan oyatining ma'nosidir. Dunyo tirikchiligi faqat o'yin, g'aflatdan iborat. Ya'ni dunyo tirikchiligining ko'pinchisi shundaqdir. Taqvodorlik qiladiganlar uchun albatta u dunyo yaxshidir. Buni tushunmamsizlar. Ularning so'zi seni qayg'uga soladiganligini biz obdan bilamiz. Ular seni ichida inkor qilmaydi. Lekin ular tersallikdan inkor qiladi. Haqiqatda zolimlar Allohning oyatlarini inkor qiladi. Sendan burun o'tgan payg'ambarlarmi inkor qilindi. Ular inkor qilinganligiga va o'zlariga yetgan aziyatlarga sabr qildi. Oxir ular bizning yordamimizga erishdi. Allohning so'zlarini har qanday odam o'zgartirolmaydi. Shubhisizki payg'ambarlarning qissallari sana nozil bo'ldi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularning islomdan yuz o'rganligi sana ig'ir kelgan bo'lsa, undaqda yer ostiga kirishga yo'l yoki osmonga chiqishga shot tepib bir mo'jiza keltira olsang, keltirgin. Agar Alloh xolasa, albatta ularni hidoyatga birlashtiradi. Sen hargiz Allohning hikmatini tushunmaydiganlardan bo'lmagan. Sözünge haqiqiy quloq soladiganlar sening da'vatingni qabul qiladi. Sözünge quloq solmaganlar o'liklarning o'rinda. O'liklarni Alloh tirildirdi. Ondan ular Allohning dargohiga qaytariladi. Payg'ambar alayhissalomga berilgan tasalli to'g'risida Alloh taolo Muhammad alayhissalomning qavmining uni yolg'onchiga chiqarganligi va ularning uningga qarshi turganligi uchun Muhammad alayhissalomga tasalli berib mundaq dedi. Ularning so'zi seni qayg'uga solganligini biz obdan bilamiz. Ya'ni ularning seni yolg'onchi deganligini, sening ularga qayg'urib hasrat chekkanligini obdan bilamiz. Alloh taolo bu vaqtda yana mundaq degan. Shunga sen ular uchun, ya'ni iymon etmaganlar uchun qayg'urib o'zingni halok qilib olmagan. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam,
ularning iymon etmaganligidan o'zingni halok qilib olishing mumkin. Agar ular Qur'onga iymon etmasa, afsuslanib ularning iymondan yuz o'rganligidan o'zingni halok qilib olishing mumkin. Ular seni ichida inkor qilmaydi. Ya'ni ular amaliyotda seni yolg'onchilik qiladi deb tuhmat qilmaydi. Lekin ular tarsoqlikdan inkor qiladi. Haqiqatda zolimlar Allohning oyatlarini inkor qiladi. Ya'ni ular haqiqatga tarsoqlik qiladi va uni meydillarini kirib to'sidi. Muhammad ibn Ishaq Abu Jahl haqida Zuhrining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kechasi Abu Jahl Payg'ambar alayhisalomning o'qigan Qur'onini tinglash uchun o'g'irlikchi keldi. Abu Sufyan va Ahnas ibn Sharqmu dal shu kechasi Qur'on tinglash uchun o'g'irlikchi kelgan edi. Lekin bu uchi bir-birining kelganligidan xabarsiz edi. Ular taki tong otqicha Qur'on tinglashdi. Tong otganda o'ylariga qaytish uchun manganda yo'lda uchrashib qilib bir-biriga sen nima sababdan bu yerga kelib qolding deyishdi va har biri kelish sabablarini bayon qilishdi. Ondan ular agar biz bu yerga qaytib kelsak, bizning bu yerga kelganligimizni Quraysh yoshlarining bilib qilib, bizning kelganligimiz sababi bilan ular Muhammadga ergishib ketmasin deb ansirab qaytib kelmaslikka o'zaro va'dalashdi. İkinci kuni kechasi ularning har biri qilishgan va'daga asosan qolgan ikkisi kelmaydi deb gumon qilib yana keldi. Tong otganda ular qaytish yo'lida yana uchrashib qilib bir-biriga kayishdi. Yana ular avvalgi kunidagi va'dasini qayta qilishdi. Üçüncü kuni kechida ular yana keldi. Tong otganda ular uchrashib qilib endi hergiz kelmaslikka va'dalashdi. Etganda Ahlas ibn Sharq hassiga tayinib Abu Sufyanning uyiga keldi. U, ey Abu Sufyan, sen bu bir necha kun ichida Muhammaddan anglagan narsa haqida qanday qaraydiganliging to'g'risida men so'zlab bergan dedi. Abu Sufyan, ey Ahnas, Allohning nomi bilan qasamki, men biladigan va uningdan nimaning maqsad qilinganligini tushunadigan bir muncha narsalarni. Shundaqla men bilolmaydigan va nimaning maqsad qilinganligini tushunolmaydigan bir muncha narsalarni angladim dedi. Ahnas, mendimi sen qasam ichib degan so'zlardagi ahvol yuz berdi dedi. Ondan u Abu Sufyanning qishidan chiqib Abu Jahlning uyiga keldi. U uningga, ey Abu Jahl, sen u bir necha kun ichida Muhammaddan anglagan narsalaring ustida qanday qaraydiganligingni deb bersang dedi. Abu Jahl, nimani anglaydim? Biz va Abdummanaf jamiyati o'zaro obro'y talishaddiq. Ular kishilarga taam berse bizmi berdik. Ular jangga atlansa bizmi atlandik. Ular kishilarga bir narsa berse bizmi berdik. Hatta biz munozirlashish uchun bir-birimizga qarshi yukinib o'ltirganimizda xuddi yuragiga qo'yilgan ikki otga o'xshash bo'lardik. Ular bizning ichimizdan osmondan uningga vahiy tushadigan bir payg'ambar keldi. Buni qachonmi ko'rarmiz dedi. Allohning nomi bilan qasamki, biz hargizmi uningga iymon etmaymiz va uningga ishonmaymiz dedi. Shuning bilan Ahnas uni tashlab chiqib ketdi. Sendan burun o'tgan payg'ambarlarmi inkor qilindi. Ular inkor qilinganligiga va o'zlariga yetgan arziyatlarga sabr qildi. Oxir ular bizning yordamimizga erishdi. Bu Payg'ambar alayhisalomning qavmi uni inkor qilganlik uchun uningga berilgan tasalli
ko'nglini ko'tarib qo'yishdir. Ham uningdan burun o'tgan irodalik katta payg'ambarlar sabr qilgandek sabr qilishga buyurganlikdir. Shundaqla ularga yordam berganidek uningga yordam beradiganligiga xuddi ular o'z qavmlari tarafidan inkor qilingan va aziyatlarga uchragandan keyin yaxshi oqibat ularga bo'lganidek payg'ambar alayhissalomga yaxshi oqibatning bo'ladiganligiga berilgan va'dadir. U payg'ambarlarga oxiratda yordam beriladiganidek bu dunyoda yordam berilgan edi. Shunga Alloh taolo bunday dedi. Allohning so'zlarini har qanday odam o'zgartirmaydi. Ya'ni Alloh taolo o'zining mu'min bandalarga dunyo oxiratda yordam beradiganligi haqida yozayotgan so'zini hech kishi o'zgartirmaydi. Alloh taolo yaxshi bandalarga yordam beradiganligi haqida bunday dedi. Bizning payg'ambar bandalarimiz haqidagi so'zlarimiz oldin ola aytilgan. Ular cho'qim nusrat topquchilardir. Bizning qo'shinimiz cho'qim g'alaba qilg'uchilardir. Alloh Lavhul Mahfuzga men va mening payg'ambarlarim cho'qim g'alaba qilamiz deb yozdi. Allah haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Shubhisizki payg'ambarlarning qissalari sana nozil bo'ldi. Ya'ni payg'ambarlar qavmining ichida o'zlarini inkor qilganlarning ustidan qanday g'alaba qozonganligi va Alloh taolo tarafidan qanday yordamga erishganligi haqidagi xabari sana yetkazildi. Shunga ular sana bu ishlarda ulga va namunadir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularning islomdan yuz o'rganligi sana ig'ir kelgan bo'lsa, ya'ni ularning sen da'vat qilgan narsadan yuz o'rganligi sana ig'ir kelgan bo'lsa, undaqda yer ostiga kirishga yo'l yoki osmonga chiqishga yo'l tutib bir mo'jiza keltirgan. Mo'jiza keltirgan. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Yer ostiga kirishga yo'l yoki osmonga chiqishga yo'l topolsang, osmonga chiqib men ularga bergan mo'jizadanmi katta bir mo'jiza keltiralsang, shunda qilgan. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada, Suddi va boshqalar shunday dedi. Agar Alloh xolisa, albatta ularni hidoyatga birlashtiradi. Sen hargiz Allohning hikmatini tushunmaydiganlardan bo'lmagan. Alloh taolo bu vaqtda bunday deydi. Agar Robbing xolisa edi, albatta yer yuzidagi kishilarning hammasi iymon etadi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning agar Alloh xolisa albatta ularni hidoyatga birlashtiradi degan oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom barliq kishilar iymon etib, uningga ergishib hidoyat yo'lida menishni umid qiladi. Shuning bilan Alloh taolo uningga faqat Lavhul Mahfuzda iymon etdi deb Alloh taolo tarafidan yezilib ketganlardan boshqasining iymon etmaydiganligidan xabar berdi. So'zingga haqiqiy quloq soladiganlar sening da'vatingni qabul qiladi. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, faqat sening so'zingga quloq solgan, uni biladigan va tushunadigan kishilar sening da'vatingni qabul qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. U faqat teriklarni ogohlantirish, kofirlarga azobning tegishli ekanligini bildirish uchun nozil bo'lgan va'z nasihatdir va ro'shan Qur'ondir. So'zingga quloq solmaganlar o'liklarning o'rnida. O'liklarni Alloh tirildirdi. Ondan ular Allohning dargohiga qaytariladi. Ya'ni bu o'liklardan kofirlar ko'z tutildi. Chunki ular amaliyotda terik bo'lsa-mu, dillari o'lik kishilardir.
Şuna Allah Teala ularni haqiqiy o'likka o'xshatdi. Allah Teala'nın o'liklarni Allah dirildirdi, ondan ular Allah'ның dargohiga qaytarildi degan so'zi ularni mazaq qilish va kamsitish yuzidan deyilgan so'zdir. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda An'am suresi tafsirinden 36. ayetgacha anladыңlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.